Do'stlar, barchaga yaxshi kayfiyat. 2026-yilda oshxona hamda yotoqxona mebellari nech pul degan savollarga bugun to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin ustakalarimiz mehnatini qadrlagan holda mana bunday qilib bir dona like bosib qo'yasiz. Qani unda videoni boshlasak, ustakamiz bilan o'zi bilan suhbatlashganmiz. Oshxona mebeli nech pul, yotoqxona mebellari nech pul, qanaqa ranglardan foydalanish, shular haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qani unda videoni boshlaylik. Hormang ustaka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Barchaga qiziq 2026-yilda oshxona hamda yotoqxona mebellari haqida to'liq ma'lumot berasiz, ustaka. Aka, bu mebelimiz yonbosh rossiyskiy laminat, oldi ko'rinishi akril brus 8 matviy rangdan foydalanganmiz. Mokriga oq qilib. Chekalari zavodskoy kromka aka. Keyin aka qatirilishi ham pon Euro samarasida qatirganmiz. Razmerimiz 210 ga 240. Bo'yi ham 240 aka bu. Tepasida jutajli qilingan bu. Mana aka. Bu yerimiz vichga qo'yiladi bu yerga. Vichkamiz ham endi qo'yamizcha ozgina chalishlari bor. Mo'ykamiz. Tepada sushulkamiz aka. Bu yerda kargo qo'yib berganmiz. Bu yerga aka duxovka bilan vichkaga joy tashlab ketganmiz. Ular ham endi qo'yiladi. Mana aka. Barcha qiziq. Buni qanaqa ranglari bor endi? Xohlasa buni rangi ko'p. Zakaz berayotgan odamni uyiga, rangiga qarab turib o'zi rang tavsiya qilamiz yo o'zi yoqtirgan rangini beramiz. Buni rangi ko'p aka. Xudo xolasa 100 xil, 200 xil rangi bor buni aka. 100 dan ortiqlarda kataloglar bor, gullilari ham bor, shunaqa. Gullilari ham bor, posonlari boshqachalari bor aka. 3 etajli, 2 etajli varianti bor. Endi buning ichiga endi birinchi narxini ayting. Narx qiziq. Hammaga narxini ayting birinchi. Narxini aka 1,5 milliondan 3,5 milliongacha qilyapmiz hozir. Pagonometrini. Pagonometr hisoblanadi bizniki. Uning ichiga mo'yka, sushulkasi, qoshiq soladigan, kafellari ham bizdan bo'ladi aka. Kafellari ham ichiramiz. Mo'lchi bunisi gaz plitasi. Gaz plitasi bilan vichkasini kelishga qo'yib beramiz. Yo'qsa o'zi olib beradi aka. O'zi olib beradi. Ham qilamiz. Keyin bu tarafda aka yotoqxona shkaf qilganmiz kattalarga. Kupeli variantda bu ishimiz ham ozgina ish chalishlari bor aka. Hozir ish jarayonida olyapmiz. Qadrdonlar hali ustakalarimiz shu yerda mebellar o'rnatishyapti ekan. Mana bu tomondan aka dush ko'p ketadigan qilingan. Mana do'stlar, juda ham zo'r. Sochiq-pochiq bilan sizlar qo'yganni polka qilib berganmiz. Niyat qilganlar bo'lsa albatta bitta like bosib qo'yasizlar. Narixonada aka bolalar uchun qilib beryapmiz. Aka bu xonamizga akamizning 3 ta bolasi farzandi bor ekan. 3 farzandiga har bittasiga bittadan kiyim tayyorlaydigan, bittadan iladigan qilib, uni ham mana narixonada ko'rganingizda qilib beryapmiz. Tepalari eshikli, buni ham kupeli variantda. Bitishiga ozgina qoldi xudo xolasa. Nech pul endi? Bu nech pul? U yotoqxona nech pul? Ikkovi bir xilmi yotoqxona shu bolalarki bilan kattalar yotoqxonasi mebeli? Aka, yotoqxonani bolalarki bilan ikkovini razmer bir xilligi uchun ikkovini 12 million so'mga qilib beryapmiz aka. 6 million so'mdan tushyapti. Bu metriga yuradi qanaqa bu? Qanaqa bu? Buni aka joyiga qarab turib narxini chiqarib beramiz aka. Fasoniga qarab, shunaqa. Fasoniga qarab, joyiga qarab, keyin yonboshdagi chuqur sayozligiga qarab, metriga qarab ekanda, bu yoqqa metriga qarab xudo xolasa. Ranglari xudo xolasa buni ham rangi ko'p. Buni rangi aka rossiyskiy laminatdan qilganmiz, antrasit mokriy. 12 millionga qilib beryapmiz, 6 milliondan. 6 million so'mdan tushdi. Metrini ayting endi. Necha metrga? Metri aka 330 ga 2,5 metr. 330 ga 2,5 metr razmerda va qadrdonlar ko'rib turibsizlar. Ustakalarimiz mehnatini qadrlagan holda aytib o'tganimizdek bitta like bosib qo'yasizlar. Niyat qilganlar bo'lsa, mana shunday uylarni niyat qilib yurganlar bo'lsa, albatta aka-ukalarimiz bo'lsa, bitta like bosib, mebel qildiraman degan niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib jo'natib qo'ying.